Turkiyada Islom davlati jangarilar guruhining a'zosi degan gumon bilan 8 nafar kishi qo'lga olindi. Ular Turkiya orqali Germaniya tomon ketayotgan bo'lgan. Politsiyaning ma'lumotiga ko'ra, qo'lga olinganlarning barchasi Maroko fuqarolari va ular Kasablankadan kelgan vaqtda aeroportda qo'lga tushgan. Turkiya hukumati Islom davlati guruhiga qarshi kurashish choralarini kuchaytirgan. Hozirda o'lkada jihodchilarni yo'q qilish ustida ish olib borilmoqda. Islom davlati terrorchilar guruhi jangarilarning Dabik onlayn jurnaliga Aerobus A321 samolyotiga qo'yilgan portlovchi moddaning rasmlarini e'lon qildi. Unda ichimlikning idishiga solib tayyorlangan bombani ko'rsatishgan. Ular oldindan tayyorlanib, g'arb davlatlariga boradigan samolyotlarning birini portlatishni rejalashtirishgan. Biroq Rossiya Suriyadagi jangarilarga nisbatan havo hujumlarini boshlaganda, ular Misrdagi A321 samolyotni portlatishga kelishishgan. Jangarilar portlovchi moddani gazlangan ichimlikning idishiga ichki simlar orqali ehtiyotkorlik bilan tayyorlashgan. Samolyotda portlovchi modda borligini o'lkaning xavfsizlik xizmati olib borgan ekspertiza ishlari ham tasdiqlagan. Eslatib o'tsak, 31-oktyabr kuni Misrdan chiqqan Rossiya samolyoti Sinay orolida halokatga uchrab, 200 dan ortiq yo'lovchi qurbon bo'lgan. Hozirda e'lon qilingan bombaning tuzilishini mutaxassislar bu vaqtgacha 1999-yili Xattaba jangarilar tomonidan Moskvada qo'llanilgan portlovchi moddaga o'xshash ekanligini aytishmoqda.